Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Siz Madaniy meros agentligi tomonidan tashkil etilayotgan navbatdagi jonli audio podkastimizni tinglamoqdasiz. Bugungi sonimizda Madaniy meros agentligi tomonidan yangi nashrdan chiqarilgan O'zbekistonga oid xorijdagi qo'lyozma asarlar reyestri 4-jild haqida so'z yuritamiz. Mazkur nashr xorijda saqlanayotgan va O'zbekiston tarixi, ilm-fani hamda madaniyati bilan bog'liq qo'lyozmalarni ilmiy jihatdan o'rganish va tizimlashtirish borasidagi muhim loyihalardan biri bo'lmoqda. Bugungi suhbatimiz mehmonlari O'zbekiston tarixi va madaniyatiga oid xorijdagi madaniy boyliklarni ilmiy tadqiq etish bo'limi falsafa fanlari doktori professor Royiq Bahodirov hamda ushbu bo'lim boshlig'i Dilshod Rasulovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Suhbatimiz avvalida O'zbekiston tarixi va madaniyatiga oid xorijdagi madaniy boyliklarni ilmiy tadqiq etish bo'limi faoliyati haqida bir to'xtalib o'tamiz va bo'limning asosiy vazifalari nimadan iborat va bo'lim tomonidan qo'lyozmalardan tashqari xorijda saqlanayotgan yana qanday tarixiy va madaniy boyliklar ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonning tarixiy qo'lyozmalarini o'rganish borasida qaysi mahalliy va xorijiy ilmiy markazlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan? Bizning faoliyat shundan iboratki, ko'pchilikka ma'lum mana madaniy meros, madaniy boylik degan tushunchaga, iboralarga bir to'xtamga bir kelsak. Ya'ni inson faoliyati natijasida bunyod bo'lgan o'sha narsa, ashyo, u yozuv bo'ladimi yoki bir buyum bo'ladimi yoki bir xo'jalik ashyosi bo'ladimi, ana shu inson faoliyat natijasida bunyod bo'ldi. Mana bu madaniy jihoz, madaniy boylik sifatida. O'tgan davrda, ya'ni uzoq yillar davomida O'zbekistonda yaratilgan ushbu ashyolar dunyoning ko'plab davlatlariga, mintaqalariga tarqaldi. Mana biz hozir shu kunlarga bizga ma'lumki, 40 dan ochiq davlatda O'zbekistonga tegishli bo'lgan madaniy ashyolar mavjud va ular e'zozlanadi, saqlanadi va madaniy agent sifatida e'tirof qilinadi. Endi bulardan agar bir statistikaga qaraydigan bo'lsak, ularning eng katta miqdori bu qo'lyozmalar ekan. Ya'ni bularning 40%ni qo'lyozmalar tashkil qilsa, qolganini o'sha miniatyura, arxeologik topilmalar, kulolchilik namunalari, metall yoki zargarlik buyumlari, to'qimachilik namunalari yoki va boshqa shakldagi ashyolar bo'lishi mumkin ekan. Lekin bulardan eng kattasi shu qo'lyozmalar ekan. O'shaning uchun biz qo'lyozmalarga alohida urg'u berib, biz bu kitoblar bularga oid ma'lumotlarni katalog shaklida to'plash, oxir-oqibatda nashr qilish va ilmiy muomalaga kiritishga biz harakat qilib ko'ramiz. Shu kungacha, ya'ni 17-26 yillar davomida shu kitoblarni 4 ta tomi chiqdi. Ya'ni shu kungacha biz 5800 dan oshiq qo'lyozmaga oid ma'lumotlar to'plandi. Ulardan 4487 tasi o'zbek, ingliz, rus tillarida tafsir tuzilib nashr qilindi va ko'pchilikka bu tarqatildi. Endi keyingi navbatda bo'lsa, biz shu narsani doimiy ravishda rivojlantirib, davom ettirib kelamiz. Hali bu biron bir mintaqa, biron bir davlatdagi fond yoki muzey yoki biron bir boshqa shakldagi muassasani biz o'rganib bo'ldik degan narsani biz hali buni yetishda juda ham ojizmiz. Sababi bular minglab bor. Mana ustozlar boshqanda yetishganki, hatto muzeylar saqlanayotgan narsalar mana namoyish qilingan, o'rganilgan. Bu bor yo'g'i o'sha iceberg uchi deb aytishgan ekan o'zlari. Ya'ni sizlarga oid, O'zbekistonga oid ashyolar juda ko'p. Juda ko'p. O'shaning uchun bizlar boshlagan ish bu juda katta ish. Bu boshlang'ich nuqtachida desak ham adashmagan bo'ladim. Mana biz shu reyestrlarni 3 xil tilda chiqarishdan maqsad shu bo'ldiki, avvalambor o'zimizning xalqimizga, O'zbekiston xalqi shu narsadan ko'proq bahramand bo'lsin, bilsin, o'rgansin va keyin buni ta'sir doirasini kengaytirish maqsadida rus va ingliz tilini biz qo'shdikki, qachonki bizning ona tilimizni bilmagan boshqa chet ellik mutaxassislar ko'proq foydalansin degan maqsadda biz bu narsani qo'shib va uni tarqatishga harakat qildik. Avvalambor O'zbekistonda va chet eldagi ma'lum nima deydi, turdosh muassasalarga biz berishga harakat qildik bu kitobni. 4-jild avvalgi jildlarning davomi hisoblanadimi yoki unda mutlaqo yangi yondashuv qo'llanilganmi? Ushbu yondashuv qaysi metodlar asosida amalga oshirildi? Hozir yuqorida aytib o'tildi, biz shu kunga qadar 4 ta tomni
nashr qildirdik. Bu 4 tomning ichidagi 44 mingdan ortiq qo'lyozmalarni ilmiy tavsifi berilgan. Qisqacha ilmiy tavsif. Bularda birinchi navbatda bizning e'tiborimizni qaratishimiz qo'lyozmalarni to'liq o'rganganda bundan foydalanuvchilarga muayyan bir qulayliklar yaratish. Buning uchun har bir qo'lyozmani bevosita alifbo tartibida, nafaqat qo'lyozma, balki o'sha saqlanayotgan davlat, shahar yoki tashkilotni alifbo tartibida qo'yiladi. So'ngra uni ichida qo'lyozmalarning mualliflarining ismlari ham alifbo tartibida qo'yib chiqilyapti. Birinchi navbatda alifboga murojaat qilamiz va o'shanga qarab ketadi. Mana masalan hozirgi bizni 4-tomimizda Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya Federativ Respublikasi, Mali Respublikasi, Misr Arab Respublikasi, Niger Respublikasi, Ozarbayjon Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya Respublikasi va Hindiston Respublikasidagi qator kutubxona va ilmiy muassasalarda saqlanayotgan qo'lyozmalar kiritilgan. Bularning soni 1328 ta. Shuningga biz alohida diqqat e'tibor qaratmoqchimiz tinglovchilarni ma'lumot olishlari uchun. Bu yerda nafaqat muayyan bir ism, balki o'sha ismning o'zini barcha qo'lyozmalarni, bizning imkoniyatimiz qadar olingan qo'lyozmalarni ham alifbo tartibida qo'lyapmiz. Masalan uchun Ibn Sinoning asari birinchisi A harfida boshlanadigan bo'lsa, keyingilari B, T va hokazo ismlar asarlari juda ko'p. Misol uchun A harfiga Aqsomul ulumul aqliya kirsa, keyingi tartib bo'yicha kelayotganda masalan Q harfiga boshlangan qonun fit-tib. Ya'ni buning orasida A dan Q gacha bo'lgan hammasi, ya'ni alifbo bo'yicha ismlari qo'yib nomlari qo'yib chiqilgan. Bu birinchi diqqat qiladigan tomonimiz. Ikkinchi, biz berganda shu muallifning asarini asl nusxada qanday bo'lsa, uni transliteratsiyasini beryapmiz. Ya'ni misol uchun Aqsomul ulumul aqliya bo'lsa, xuddi shunday yoziladi, uni kursiv harfida beryapmiz va undan keyin bu asarni qayerda ko'chirilgan, kim tomonidan ko'chirilgan, qaysi xattot yozgan, qaysi shaharda ko'chirilgan, uning umumiy hajmi qancha va oxirida mana shu asar saqlanayotgan tashkilotdagi inventar raqami berilyapti. Hali biz aytib o'tdikki, bitta jildning ichida 3 tilda beryapmiz deb. 3 tilda berilishi birinchi navbatda bizning ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ulkan boylikni butun dunyoga tarqatib, hammani xabardor qilish. 3 tilda bo'lgandan keyin asosan butun jahonni qamrab oladigan, bundan istifoda qila oladigan shaklga yaratilyapti. Ikkinchi tomondan ana shu mamlakatlardagi qiziquvchilar, ilm ahli bularni ko'rgandan keyin O'zbekistondan yetishib chiqqan allomalar naqadar buyuk ishlar qilgani, ya'ni insoniyat sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini yorqin namoyishi bo'ladi. Yorqin namoyishi nimadan iborat? Mana shu ularning asarlari butun dunyoda tarqalgani, ularga ehtiyoj bo'lgani, ulardan qolgan olimlar istifoda qilgani, o'z asarlarida ularni zikr etib ketganini biz yorqin dalil deb ko'rsatmoqchimiz. Mana shu berilayotgan 4000 dan ortiq qo'lyozma haqidagi ma'lumotni o'zi birinchi navbatda reyestr sifatida nashr qilishimiz ham ana shunga taalluqlidir. Bu yerdagi qo'lyozmalar yangi ma'lumotlar. Masalan, yuqorida zikr etib o'tilgan 9 ta mamlakatdagi qo'lyozmalarning umumiy soni biz yana bir bor takrorlaymiz, 1328 ta bo'lsa, ba'zi mamlakatlarda ular juda ko'p, ba'zi mamlakatlarda juda kam. Mamlakatlar bo'yicha men keyin yana aytmoqchiman. Birinchi navbatda bu Misr Arab Respublikasidagi qo'lyozmalarni alohida zikr etish joiz. Misr Arab Respublikasidagi qo'lyozmalarni Al-Azhar universiteti kutubxonasida saqlanadi. Ularning 43 mingdan ortiq soni bor. Ana shu 43 mingdan ortiq qo'lyozmalar ichida o'zbekistonlik allomalar
O'zbekiston tarixi madaniyatiga taalluqli 1428 ta qo'lyozma borligini aniqladik va uni alohida o'zbek tilida nashr qildik. Endi o'zbek tilida nashr qilishimizning asosiy boisi o'zimizni xalqimizga yetkazish. Va ayni paytda ularni biz boshqa 3 tillik tomlarga ham qo'shyapmiz. Ya'ni O'zbekistondagi birinchi navbatda o'zimizni yurtdoshlarimiz, fuqarolarimiz foydalansa, ayni paytda chet elliklar ham foydalanishga imkon yaratilyapti. Ya'ni uni ingliz va rus tillariga tarjima qilib tarqatyapmiz. Bularning hammasi hozirgi kunda mana shu ajdodlarimizning ishlari naqadar buyuk ekanligining bir dalili, isboti sifatida qabul qilinishi mumkin. Endi hali savol bo'ldiki, xorijdagi yoki o'zimizni respublikamiz va xorijdagi. Biz endi xorijdagi qo'lyozmalarni o'rgangan uchun ko'proq xorijdagi tashkilotlar haqida gapirishimiz mumkin. Ko'plab tashkilotlar bilan biz o'zaro ilmiy muloqotni olib boryapmiz, aloqalarimiz bor. Mana hozirgi kunda men aytib o'tdim, 4-tomda, misol uchun hamma uchun aniq bo'lgan bir, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya desa, hamma ko'z oldiga keltira oladi va ular bilan muloqotlarimiz, aloqalarimiz kuchli. Lekin ayni paytda Afrikadagi ba'zi mamlakatlar, masalan, Mali Respublikasi, Niger Respublikasidagi O'zbekiston olimlari tomonidan yaratilgan qo'lyozmalar borligini qayerdan oldinglar degan savol paydo bo'lishi mumkin. Biz bevosita buni Al-Furqon tomonidan nashr etilgan kataloglardan oldik. Al-Furqon o'zi asli islom merosini o'rganuvchi muassasa bo'lib, u har doim islom qo'lyozmalarini tadqiq etish markazi tomonidan shu kitoblar chiqariladi. Mana shu qo'lyozmalarni, ularning kataloglarini ham bizga yetib kelgan. Qanday yetib kelgan? Biz o'z navbatida mana shu Al-Furqon islom qo'lyozmalar markazini direktori bilan muloqot qilganimizda unga O'zbekistondagi falsafaga oid qo'lyozmalar katalogini taqdim qildik. O'z navbatda bu tashkilot bizga 84 tom jilddan iborat kataloglarni o'zi taqdim qildi. Ana shu kataloglardan istifoda qilgan holda biz demak Mali, Niger, oldingi tomlarimizda Burkina Faso va boshqa mamlakatlar ham bor edi. Ulardan foydalandik. Endi Misrga keladigan bo'lsak, Misr Arab Respublikasidagi o'sha Al-Azhar qo'lyozmalarini qanday oldinglar, qanday istifoda qilyapsizlar degan savolga biz birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasining Misr Arab Respublikasidagi elchixonasi, xususan elchisi tomonidan bizga ko'rsatilgan ilmiy hamkorlikning natijasi deymiz. Hozirgi kunda Misrdagi Al-Azhar hali aytgan 43 mingdan ortiq qo'lyozmani o'ziga mujassam etgan 28 ta tomni demak ana shu O'zbekiston Respublikasining Misr Arab Respublikasidagi elchixonasi tomonidan bizga hadya qilindi va biz uni juda xursand bo'lib tezgina xalqimizga yetkazish uchun yuqorida zikr etilgandek birinchi navbatda uning 1400 dan ortiq qo'lyozmasini hammasini ilmiy tavsifini qilib o'zbek tilida nashr qildik. Endi haligi gaplarimizning davomi 4-tomni o'zida demak etilayotganda ba'zi bir mamlakatlarda 3 ta 4 ta qo'lyozma bo'lishi mumkin, lekin ba'zi mamlakatlarda juda ko'p qo'lyozmalar bor. Bularning ichida men alohida zikr etmoqchi bo'lganim mana shu 4-tomda Imom Buxoriyning asarlaridan 400 ta qo'lyozmasi haqida ma'lumot bor. Imom Iso Termiziyning 1133 ta, Alisher Navoiyning 132 ta, Hakim Termiziyning 113 ta va hokazo qo'lyozmalari hammasi shuning ichiga kiritilgan. Albatta buni har birini ma'lumotlari bizda bor. Bularning hammasini aytib, sizlarning vaqtinglarni olish niyatimiz yo'q, lekin biz alohida bir urg'u bermoqchi bo'lgan narsa, biz qo'lyozmalarni qaysi xat turida yozilganligini ham albatta zikr etib o'tamiz. Bunda biz birinchi navbatda agar hozirgi kunga qadar islom ilmlari, islom xattotligi, arab tili rivojlanishdagi
ko'pgina xat nusxalari turlari paydo bo'lganligini, masalan andalusiy, boburiy, buxoriy, yoqutiy va hokazolar bo'lsa, bularni hammasi demak asrlar mobaynida nima qilgan, asta sekin rivojlanib shu xat turiga bo'lgan qiziqish va uni aks ettirishga bag'ishlangan. Lekin hali yuqorida aytdikki, Misr o'zida 1000 dan ortiq qo'lyozma bo'lgani uchun Misrni o'zida tarqalgan, boshqa mamlakatlarda bo'lmagan xat turlarini ham biz alohida zikr etyapmiz. Ular qatorida mag'ribiy, oddiy, ya'ni har bir ko'chiruvchini o'zi qanday yozigan bo'lsa, shunday qolgani uchun uni biron bir xat turiga mos kelmagani uchun uni oddiy deyilgan yoki sahroviy deyiladi. Endi bilasizlar, arab mamlakatlarining ko'pligi demak sahro atrofida joylashgan bo'lgani uchun bu yerda sahroviy turi, sudoniy bu Sudandan chiqqan, lekin forsiy biz nastaliq deydiganni ular ko'proq forsiy deb talqin qilib, shunaqa deb bayon qilib bergan. Mana bu hammasi qo'lyozmalarning xat turlari haqida. Ya'ni biz ilmiy jihatdan bunga yondashib bayon etishimiz hozirgi kundagi olib borilayotgan dastlabki samaralarimiz, ilmiy faoliyatimizni samarasi deb qabul qilish mumkin. Lekin shu bilan birga hali yuqorida Dilshod aytib o'tdilar, biz bu ishni davom ettiryapmiz. Navbatdagi 5-tomni ham tayyorlayapmiz. Unga ham 1300 dan ortiq qo'lyozmani ilmiy tavsifini kiritish niyatimiz bor. Galdagi savolimizga yuzlanaman, ya'ni ilmiy izlanishlar davomida O'zbekistonda hozircha nusxasi mavjud bo'lmagan yoki ilgari noma'lum bo'lgan qo'lyozmalar ham aniqlandimi? Biz borib o'rganayotganda ko'p mamlakatlarda haligi o'zimiz aniq bo'lgan qo'lyozmalarni, boshqa nusxalarini ko'rgan bo'lsak, bizda bo'lmagan qo'lyozmalarni nusxalarini ham topdik. Masalan, Abu Abdulloh Xorazmiy degan olim o'tganlar 10-asrda ular tomonidan bizgacha yetib kelgan yagona Mafatih al-Ulum, ilmlar kalitlari degan asar bor. Shu asarni O'zbekistonda Xorazmda yaratilgan bo'lishiga qaramay, shu kunga qadar bizda biron nusxasi yo'q edi qo'lyozmani. Bu olimning qo'lyozmasining 4 nusxasini Van Vloten o'rgangan, uning 3 nusxasi Buyuk Britaniyada, 1 nusxasi Germaniyada, Berlin kutubxonasida edi. Lekin o'tgan asrning 60-yillarida amerikalik olim Bosford Turkiyada yurganda u ham yana qo'shimcha 6 ta nusxasini aniqladi. Endi ana shu ilmiy izlanishlarni davom ettirish natijasida biz 2019-yilda Turkiyaga qilgan safarimiz vaqtida o'rganib bordikda, bu olim bizning diqqatimizda bo'lgani uchun endi kamtarinlik emas deb qabul qilmaylik, men tomonimdan ana shu Abu Abdulloh Xorazmiyning yana 2 ta qo'lyozmasi aniqlandi. Jami hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha Buyuk Britaniya, Germaniya va Turkiyada bu olimning 12 ta qo'lyozmasi bor. Ana shu 12 ta qo'lyozmadan ilmiy hamkorlik natijasida biz 3 nusxasini rangli elektron shaklda olib keldik. Demak, hozir biz g'ururlanishimiz mumkin, Abu Abdulloh Xorazmiyning qo'lyozma nusxalari bizda bor. Ilgari bo'lmagan edi. Rahmat. Ayni vaqtda bizni Telegram ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali jonli tarzda kuzatib borayotgan obunachilarimiz tomonidan qo'shimcha savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin va bizda yana bir savolimiz bor. Bugungi kunda har bitta eksponatni yoki har bitta kitoblarni elektron shakllarini raqamlashtirish yoki ularni elektron bazasini yaratish borasida ishlar olib borilmoqda. Kelgusida ushbu reyestrning elektron platformasini yaratish rejalashtirilganmi? Bo'lim tomonidan qanday yangi loyihalar mavjud? Barakalla. Agar bu elektron reyestr degan bo'lsak, bu haqiqatda zamon talabi. Hozir ko'p narsani biz shu onlayn tarzda xohlagan joyimizdagi xohlagan manbani olib, ko'rib va unga u bilan tanishish imkoni bo'ladi. Mana bizning ham shu qo'limizdagi reyestrdan ham elektron shakllari bor. Biz shunaqangi harakat ketyaptiki, biz o'zimizning rasmiy agentlikning rasmiy saytiga shu kitoblarni biz qo'yib qo'yishga biz harakatni boshlaganmiz. Albatta bu narsa bo'ladi va bundan ko'pchilik bemalol foydalanishi mumkin. Yana bir narsani aytib qo'yishni xohlardim.
shu bugungi amaldagi saytimizda Madaniy meros agentligining saytida hojidagi madaniy boyliklar rukuni ham tashkil qilingan. Bundan bir xil xabari bor. Ko'rsanglar yerda bir qancha bo'limlarga, ya'ni qo'lyozmalar, miniatyuralar, sopali idishlar yoki va hokazolik qo'yilgan va ulardan eng e'tiborlisi va sifatlilari namoyish qilib kelinyapti. Endi bu dam-badam to'lg'izib boriladigan narsa. Bu amaliyotni biz yillar boshidan beri boshladik. Hozirga adashmasam bir 100 ga yaqin narsani biz qo'yib qo'yganmiz, bundan foydalanish mumkin. Albatta kitobni ham elektron anaqasini, katalogini elektron shaklda o'zlarini rasmiy saytiga qo'yish anaqasimiz bor, niyatimiz bor. Nasib qilsa bu ham albatta yaqin kunlarda bo'lib qolish ehtimoli bor. Albatta juda ko'pchilikni qiziqtirgan savol bo'lishi mumkin. Bu bizni tinglovchilar tarafidan ushbu kitoblarni hozirgi vaqtda qayerdan olish mumkin va sotuvda mavjudmi? Bepul holda, ya'ni mablag' talab qilinmagan holda ilmiy tashkilotlarga birinchi navbatda tarqatish. Undan tashqari bunga qiziquvchi bo'lgan, ya'ni o'zimizni madaniyatimiz, tarixi bilan qiziquvchilarga ham imkon qadar yetkazishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda bizni o'zimizni ro'yxatimiz bo'yicha respublikada 20 dan ortiq tashkilotga bularni hozirdan ro'yxatini qilib tuzib qo'ydik. Tarqatish shu kunlar ichida amalga oshiriladi. Bu yerda bir narsa bor. Ilgari biz ham o'zimiz ilmiy ishlar bilan shug'ullanganda mana shu qo'lyozmalar qayerda bor ekan, nima bor ekan deb juda qiynalardik. Misol uchun o'sha Ibn Sino, Beruniy asarlari borasida. Hozirgi ilm ahli uchun, ya'ni tadqiqotchilar uchun juda bir qandaydir yangilik deb qabul qilish mumkin. Biz tayyor qilib beryapmiz. Uni faqat masalan Ibn Sinoning qaysi asari, qaysi mamlakatda, qaysi tashkilotda, hajmi qanaqa, qaysi inventar raqamida saqlanadi, o'shaning hammasini biladi. Shuni o'zida bevosita internet orqali uni talab qilib olishi mumkin. Buning uchun u nima qiladi? Mana bu 4-chi va umuman hamma tomlarimizda biz qulayliklar bo'lsin foydalanuvchilar uchun 4 ta asosiy ilovani berganmiz, ko'rsatkichlar. Birinchisi ismlar ko'rsatkichi, ya'ni shu tomga kiritilgan allomalarning ismlari. Ikkinchi asarlar ko'rsatkichi, uchinchisi qaysi mamlakat borligi, to'rtinchisi o'sha tashkilotlar. Mana bu qulayliklardan foydalangan kimdir muallifini bilar, kimdir asar nomini bilar, kimdir balki Germaniyada nima bor yoki Germaniyadagi Berlin davlat kutubxonasida nima bor deb qiziqsa, bevosita o'shani ko'rsatkichdan olib, raqamini, betlarini ko'rib, o'sha yerdagi nima borligini bemalol foydalanishiga imkoniyat yaratildi. Rahmat, bugun biz O'zbekiston tarixiy va ilmiy merosini dunyo miqyosida o'rganish va targ'ib etishga xizmat qilayotgan muhim bir loyiha O'zbekistonga oid xorijdagi qo'lyozma asarlar reyestrining 4-jildi haqida suhbatlashdik. Mazmunli va qiziqarli suhbat uchun bugungi mehmonlarimiz Dilshod Rasulov hamda professor Royiq Bahodirovga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Aziz tinglovchilar, audio podkast yuzasidan o'z fikr va takliflaringizni Madaniy meros agentligining rasmiy Telegram sahifasi va ijtimoiy tarmoqlari orqali yo'llashingiz mumkin. Keyingi sonlarda yana yangi va qiziqarli suhbatlar bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.